Assalamu alaykum. Mazza xurasan tayyorlab ko'rsataman. Xurasanimizga 2 stakan iliq sut, 2 dona tuxum, ozgina duz solib aralashtiramiz. 8 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq dro'jja, kichik kasada yarım atib yog' solib yana aralashtirdim. Yetarli miqdorda un solib xamir qaramiz. Xamirni bo'shroq atib, qo'l yopishmasligi uchun yog' bilan mushlaymiz. Bir sharta ajitishga olib qo'yamiz. Ajigan xamirni kichkina zivolachalarga bo'lib olamiz. Har bir zivolachalarni yoyib, orasina xona haroratida erib turgan margarin surtib olamiz. Keyin yarim soat buzxonaga qo'yamiz. Qo'yib, pitsa kaskanning kesamiz. Nachinkasini vajonli moloko yoki murabbo solamiz. 180 gradusda duxovkada avval tayini, keyin 300 gradusda ustini pishirib olamiz. Hammaga yoqimli ishtaha.